Uyghur ئاگېنتلىقىنىڭ ھۇزۇرۇڭلارغا تەييارلىغان bu ھەپتىلىك ئۇيغۇر خەۋەرلىرى تۆۋەندىكىچە. ئامېرىكا تەيۋەن ۋە ئۇنىڭ رايوندىكى ئىتتىپاقداشلىرى بىلەن bir سەپتە تۇرىدىغانلىقىدىن سىگنال بەردى. بايدىن ھۆكۈمىتى خىتاي بىلەن بولغان ئالاقىنى ئەڭ ئىنچىكە نۇقتىدىن باشلىدى. تەيۋەن мәسىلىسى بولسا خىتاينىڭ تاشقى سىياسىتىدىكى مۇھىم نۇقتىسى ۋە قىزىل سىزىقى. ئامېرىكا خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ تەيۋەننى ئۆز ئىچىگە ئالغان قوشۇنلىرىنى قورقۇتۇشقا ئۇرۇنۇشىدىن ئەندىشە قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. Biz بېيجىڭنىڭ تەيۋەنگە قاراتقان ھەربىي، دىپلوماتىك ۋە ئىقتىسادىي بېسىمنى توختىتىشنى ۋە تەيۋەننىڭ دېموكراتىك ئۇسۇلدا سايلانغان ۋەكىللىرى بىلەن سۆھبەتلىشىشنى تەلەپ قىلىمىز. Biz do'stlar va ittifoqdoshlar bilan birlashib Hind Tinch okean rayonidagi davlatlarning o'rtaq gullanishini, bexatarligini va o'z qimmat qarashlarimizni ilgari suramiz. Bu demokratik Tayvan bilan bo'lgan aloqamizni cho'nqurlashtirishni o'z ichiga oladi. Amerika ikki davlat orasidagi davlat hal qilgan masalalarning tinch hal qilinishini davomli tashabbus qiladi. Bu Tayvandagi kishilarning orzusi va manfaatiga mos keladi. Amerika uch uqtirish, Tayvan munosabat qonuni va olti kapolatda bayon qilingan uzun yillik va'dasini saqlab keldi. Biz Tayvanning o'zini qo'g'day oladigan yetarli iqtidorini saqlashiga davomli yordam qilamiz. Bizning Tayvanga bergan va'damiz mustahkam bo'lib, Tayvan bo'g'zi va rayon ichidagi tinchlik va muqimlikni qo'g'dashga kuch chiqaramiz. غەربىي فرانسىيە گېزىتى كابۇلدىكى ھەقىقىي خىتاي جاسۇسلىرى ۋە ساختا ئۇيغۇر تېررورىستلىرى ناملىق ئوبزور ئېلان قىلدى. 2021 yılı 24 yanvar Fransiyadagi o'qirmanlari bir qadar ko'p bo'lgan غەربىي فرانسىيە گېزىتى o'zining to'rbat sahifasida Kabuldagi haqiqiy Xitoy jasuslari va saxta Uyg'ur terroristlari temasida obzor maqolasi e'lon qildi. Maqolaning boshlanishida Beyjingning Amerikaga qarshi Taliban kartini o'ynab saxta terror torini barpo qilib, Amerika shundaqla Afg'onistonning rayon muqimligiga ta'sir ko'rsatayotganligini sharhlab o'tgan. Maqolada yozilishicha 2020 yili dekabrda Afg'oniston doiralari Xitoyning bir josuslik organini fosh qilgan bo'lib, bu organ dal saxta Sharq Turkiston islom harakatining Kabuldagi ish organi ekan. Maqolada deyilishicha, bu josuslik organning ish faoliyatlari Pokiston istixborot organlari va yerlik terrorist tashkilotlarining hamkorligida olib berilgan bo'lib, asosiy maqsadi Xitoy chegarasi ichidagi bostirilishga uchrayotgan Uyg'urlarga qarshi chaplashgan. Yuqorqi bayonlar Hindiston vaqti tarafidan oshkorlangan. Ammo Afg'oniston doiralari bu ishni rad qilgan. G'arbiy Fransiya gazeti muxbirlarining Afg'onistonda izchil yoshirin ziyorat qilishlari orqasidan Hindiston vaqt gazetida oshkorlagan bayonlarning rostligi isbotlangan. Muxbirlarning tirishchanligi orqasida Afg'oniston sobiq amaldorlaridan bir qanchasi ziyoratni qabul qilgan. Ularning oshkorlagan bayonlaridan Beyjingning Afg'onistondagi Talibanlar kartasini o'ynash orqali mazkur rayonning Amerika qo'shinlarining chekinib chiqqandan keyingi asosiy vaziyatini kontrol qilishga urinayotganligidek haqiqatni texnik ilgariga surgan holda dalillagan. Maqolada deyilishicha, Afg'oniston 19-asrdan buyon ko'plagan kuchli davlatlarning raqobatlashishidagi muhim kozir bo'lib kelgan. Tarixda Angliya, Rossiya, Amerika qatorliq kuchli davlatlar bu rayonni o'zining kontrolligida olib kelishni orzu qilgan. 11-sentabr voqeasidan keyin Amerika harbiy kuchlari bu rayonni 20 yilga yaqin kontrol qilib keldi. Amdilikda bo'lsa, Amerikaning chekinib chiqib ketishiga ergishib, Beyjing doiralari bu rayonga asta-asta singib kirishga boshlagan. Maqolada Xitoylarning 36 tadbiri misol keltirilib, yaqindagi dushmanni yo'qotish uchun yiroqdagi dushman bilan do'st bo'lish hiylasining prinsipiga asosan Xitoyning Uyg'urlarga bo'lgan yo'qotishining xalqaroda qo'llanishini qo'lga keltirish uchun Talibanlar bilan birlashib, saxta terror o'yini o'ynab chiqmoqchi bo'lganligini alohida sharhlagan. Amerika bilan Xitoyning strategik raqobati 21-asrning eng chong belgisi. Aqsaray bayanatchisi sachi mundaq dedi. Xitoy bilan Amerikaning strategik raqobati bo'lsa, 21-asrning eng chong simvollik alohidaligi. Xitoy bo'lsa davlat ichida barg'ansiri diktatorlashmoqda, davlat sirtida haddidan oshmoqda. Beyjing ig'ir vositalar bilan bizning bexatarligimiz, taraqqiyotimiz va qimmat qarashlarimizni xiris qilmoqda. Bu Amerikadan yangicha tadbir qo'llanishni talab qiladi. Uyg'ur majburiy emgak qonuniy kengash palatasiga tunishtirildi. Kengash palatasi Tashqi munosabatlar komiteti raisi Kengash palata a'zosi Jimrish bugun Kengash palata a'zosi Marko Rubio
Jeff Mirikli qatarlıq 2 kengash palata a'zosiga qo'shilib, kengash palatasida Uyg'ur majburiy emgakni to'xtatish qonun loyihasini tunishtirdi. Tashqi munosabat komiteti raisi Jimrish mundaq dedi: Xitoy Kommunistik partiyasining Xitoydagi Uyg'urlar va boshqa musulmon oz sonliqlarni sistemalik qamoqqa elish va zulm qilish irqiy qirg'inchilik shakllantirdi. Bu cho'qim jazoga uchrashi kerak. Marko Rubio mundaq dedi: Xitoy Kompartiyasi Uyg'urlar va boshqa musulmon oz sonliqlarga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatni o'z ichiga olgan haddidan oshgan inson haqlari jinoyatlarini sodir qilayotganda buningga ko'z yumishning hech qanday bahonasi yo'q. Biz ularni to'xtatish uchun huquqimiz doirasidagi hamma ishlarni qilishimiz kerak. Mazkur qonun moddasi bo'lsa, shuni ijro qilishdagi muhim bir qadam. İki partiya o'rtaq ovoz qo'shgan Uyg'ur majburiy emgakni to'xtatish qonun loyihasi Uyg'ur majburiy emgakidan foydalanib ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Amerikaga kirishini cheklash orqali Xitoyning foyda erishini cheklashni kafolatga ega qiladi. Öktichi Aleksey Navalniyning Rossiyada tutib turilishiga bo'lgan norozilik arzi sud tarafidan rad qilindi. Öktichi Aleksey Navalniy shartli qo'yib berish muddatiga ko'p qatim xiloflik qildi deb qaralib, qayta qo'lga ilingan bo'lib, uning advokatlari 17-yanvar uni qo'yib berishni talab qilib sudga arz sungan edi. Arzni ko'rib chiqqan Moskva rayonlik sud mahkamasi Navalniyning qonuniy o'rinda hech qanday o'zgarish yo'q deb qarab, Navalniyning qo'yib berish talabini rad qilib, uni davomli tutib turishga hukm chiqardi. Navalniy 30 kunlik qamoq jazosiga hukm qilingan bo'lib, bu jazo muddati 15 fevralgacha edi. Navalniyni qo'llovchilar 23 yanvar hukumat ruxsat qilmagan ahvol ostida namoyish o'tkazdi. 10 minglagan odam bu qitimliq namoyish qatnashgan bo'lib, butun mamlakat bo'yicha ilib berilgan namoyishlarda 3 mingdan ortiq odamning qo'lga ilinganligi ma'lum bo'ldi. Kreml sarayining bayanatchisi Dmitriy Peskov Navalniyni qo'llagan namoyishning qonunsiz va qabul qilg'ili bo'lmaydiganligini o'ttirib qo'ydi. Navalniy 31 yanvarda namoyishning yana o'tkazilganligini e'lon qildi. Xitoy bilan Turkiya o'rtasida diplomatik munosabat o'rnatilganligining 50 yilligidagi san-сефирлар. İki taraflik savdo miqdori 10 yildan ko'proq vaqtdan beri 20 milliard dollardan oshgan bo'lib, Xitoy Turkiyaning 3 cho'ng savdo hamrohining biriga aylandi. Xitoy shirkatlarining Turkiyadagi FDI paycheki 1 milliard 920 million dollarga yetdi. İki davlat 12 milliard xalq puli, 10 milliard 9 million turk lirasi pul almashtirish kelishimi imzoladi. Turkiyada ikki taraf hamkorlik turida faoliyat qilayotgan Xitoy banklari Turkiyadagi yerlik ul asla va nurg'unlagan turlarni necha 10 milliard dollar mablag' bilan ta'minladi. 2019-yili 420 mingdan ortiq Xitoy fuqarosi Turkiyaga sayohatga keldi. Ikki davlatning o'zaro til va madaniyatni o'rgatish muddaosi kuchaydi. İki davlatning ijtimoiy taratqulardan xabar almashtirish va hamkorlashish ko'paydi. Turkiya va Xitoydagi 10-chi oliy maktabda turkcha va xitoycha fakultetlar ta'sis qilindi. Anqara Istanbul yuqori sur'atli poyezdi va Anqaraning 500 megawattlik quyosh energiyalik batareya zavodi qatorliq g'oyat zo'r turlardagi hamkorlikning turtkisida iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan zo'r muvaffaqiyatlar qo'lga keltirildi. Xitoy virusi chiqqandan beri Xitoy va Turkiya yuqumga qarshi turish jarayonida o'zaro davolash ashyolari bilan ta'minladi. Tajriba va vaksina qatorliq sohalarda hamkorlik o'rnatdi. Shundaqla Turkiya Xitoydan 50 million vaksina sotib oldi. Türkiye Kelajak Partiyasining boshlig'i Ahmet Davud o'g'li Konyadagi Uyg'ur oilalarini ziyorat qildi. 28 yanvar Türkiye Kelajak Partiyasining qurg'uvchisi Sabiq Türkiye Tashqi ishlar ministri Ahmet Davud o'g'li, xonimi va bir qism partiya a'zolari, millat vakillari bo'lib 40 ga yaqin kishi Konyadagi Uyg'urlar o'ltiraqlashgan rayonga berib, Uyg'ur oilalarini ziyorat qildi. Ziyorat jarayonida Davud o'g'li o'zining azaldan Uyg'urlarning yendishganligini, Uyg'urlarning qanchalik zulmga uchraganligini ilgari Urumchiga ziyoratga borgan vaqtida o'z ko'rgan Uyg'urlarning ko'zlaridan his qilganligini, Türkiye bilan Xitoy o'rtasida ma'qullangan jinoyatchilarni o'tkazib berish qonunidan norozi ekanligini va bu qonunning Türkiye parlamentidan tasdiqlanmasligi uchun qo'lidan kelishicha tirishadiganligini aytdi. Buningdan 2 hafta ilgari, ya'ni 13 yanvar Konyadagi Uyg'urlar Kelajak Partiyasi bilan birlikda Konyadagi Vatan Partiyasi xizmat binosi oldida Uyg'urlar Xitoyga qaytarilmasin degan lozunka ostida 3 kunlik imzo to'plash faoliyati olib borgan bo'lib, qisqagina 3 kun ichida 10 mingdan ortiq ommaning imzosi to'plangan edi.
Rezil Xitay yalğançılığını yana bir qaytım aşkarladı. Ailesi lagerda yoki sababsiz kesilib, har qaysi turmalarda jazo muddatini o'tayotgan ham shundaqla yaqinqi 4 yildan beri ailesi bilan hech qanday aloqa qila olmayotgan bir qism Uyg'urlarning İstanbuldagi urug' tuqqanlari o'zligidan tashkillanib, İstanbul Sarıya rayondagi Xitoy konsulining oldida ailesining izdirikini qilish uchun yig'ilgan bo'lsa-mu, Xitoy konsuli buningga hech qanday ifoda bildirmadi. Aile növbetining 17-kuni Yani 13 yanvar İstanbul valiyisining ziyonkashlikka uchirg'uvchilarning oila tavobatlari bilan Xitoy konsuli o'ttirisida arıçılıq qilishi bilan faoliyatini to'xtatdi. Biz bu haqda texnik tafsili ma'lumotga erishish uchun bu faoliyatga izchil qatnashayotgan Javlan Shir Muhammadni ziyorat qildik. Javlan apandi ziyoratimizni qabul qilib mundaq dedi. 13 yanvar biz 4 kishilik bir hay'at İstanbul valiyisi bilan ko'rishdik. İstanbul valisi bizga Xitayning iltimoslarimizni qabul qildiganligini, shundaqla Sarıya rayonida to'plashib faoliyat qilishning cheklanganligini, shu sababdan faoliyatimizni to'xtatib iltimoslarimizni topshirishimizni aytdi. Shundaqla shu kuni yana ko'chmanlar idorasidan va valiylikdan 3 nafar xodimni biz bilan Xitoy konsulligiga kirib, iltimoslarimizni topshirishimizga o'rlashtirgan bo'lsa-mu, biz o kuni iltimos topshirishni 17 kundan beri kelib ketib biz bilan birga navbat turayotgan qarindoshlarimizning, shundaqla oilasi Xitoyda zulm chekayotgan barliq xalqimizning iltimosini yig'ib, birga topshiramiz deb rad qildik. Yani 14 yanvar ijtimoiy taratqularda Xitoy konsulisi oldida elib berayotgan faoliyatimizni to'xtatib, oila a'zolarimizning materiallarini tayyorlaydiganligimizni uqtirish qildik. Ve bir qancha kun material yig'ib ratladik. Qisqagina bir qancha kun ichida faoliyatimizdan xabar topgan necha yuz Uyg'urning yo'qolib ketgan oila tavobatlari va yaqinlari bo'lib 5199 kishining materiallarini kecha kunduz ishlab tayyor qildik va 18 yanvar valiylikqa xabar qildik. Valiylik bizni xabar saqlashga buyurdi. Biz bu jarayonda ijtimoiy taratqularda faoliyatlarimizni davom qilish, har qaysi davlat muxbirlarining ziyoratini qabul qilish qatorliq usullari bilan faoliyatimizni davom qilgach, valiylikdan xabar saqladik. Aradan 10 kun o'tgan bo'lsa-mu, valiylikdan bizga iltimoslarimizni topshirish to'g'risida hech qanday xabar kelmadi. Oxirida biz 27 yanvardagi sovuq havoda yig'ayotgan yomg'irga qaramasdan yig'ilgan butun materiallarni va iltimoslarimizni elib, Türkiye, Angliya, Fransiya, İspaniya qatorliq davlatlarning muxbirlari bilan Xitoy konsuliga borgan bo'lsak-mu, Xitoy materiallarimizni qabul qilmadi va o'zining yolg'onchiligini dunyoga yana bir qaytam namoyon qildi. Biz har qaysi davlat muxbirlariga axborot e'lon qilish yig'inini ochib, oilamiz uchun har vaqt kurash qilishdek irodamizni, ularni qutqizmoqcha hargiz bo'ldi qilmaydiganligimizni bildirdik. Xitay Tashqi ishlar ministrligi Amerika yangi navbatlik davlat ishlari katibining Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilish bayonoti qarshilik bildirdi. 28 yanvar kuni Xitay Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Zhao Lijian yangidan vazifaga o'ltirgan Amerika davlat ishlari katibi Antony Blinkenning Xitay hukumati Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik olib beryapti. Men bu qarorimda ching turaman degan so'zga qarshi mundaq dedi. Amerika yolg'on yavdoqlarni to'xtatish kerak. Şinjandagi barliq az sonliq millat xushal-xuram yashayotdi. Ularning turmushiga ular o'z eng yaxshi baho berdi. Amerika Xitoyning ichki ishlariga aralashishni to'xtatish kerak. U yerda qirg'inchilik deb gap yo'q. So'z tamom, deb bayonot e'lon qildi. Nursimangul Abdurashidning partiyada so'zlagan nutqi Türkiye Devlet Televiziyasi tarafidan uzib etildi. Doğu Türkistan'ın evladı Kaşgarlı Nursimangul Abdurrashid kardeşim aramızda. Uyghur meselesi Türkiye siyasi sahasida küçük ta'sir qo'zg'adi. 26 yanvar kuni Türkiye parlamentidagi 10 qanot millatchi partiyalardan biri bo'lgan partiyasi rahbari Meral Akşener Uyghur qizi Nursimangul Abdurashidni partiya yig'in zaliga o'z kechirmishini so'zlashga taklif qilgan. Nursimangul jonliq va ta'sirli uslubda ota-onasi va Uyghur millatining beshiga kelganlarni anglatgan bo'lib, bu naq maydon va internet orqali ko'rurmanlarni qattiq ta'sirlantirgan. Ammo Nursimangul Abdurashidning naq maydondan bevosita tarqatilayotgan so'zi Türkiye Devlet Televiziyasi TRT tarafidan uzitilgan bo'lib, bu Turkiyada yana bir maydon küçük siyosiy munozaralarga sabab bo'lgan. Barliq o'qituvchi partiyalar hokimiyat beshidagi Adolat va Taraqqiyot partiyasini Uyg'urlarning ovozini bo'g'di. Uyg'urlarni Xitoyning talabi bo'yicha o'tkazib bermoqchi deb tanqid qildi. Bu masala haqida TRT yoki Adolat va Taraqqiyot partiyasi texnicha maxsus bayonot bermadi.
ئامېرىكا ئاخبارات ۋاسىتىلىرى خىتاي ساقچىلارنىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرغانلىقىغا ئائىت غايەت زور سانلىق مەلۇماتلارنى پاش قىلدى. ئامېرىكا سولچىلىرىنىڭ نوپۇسلۇق ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدىن بىرى بولغان توسالغۇ تاراتقۇسى ئۈرۈمچى ساقچى دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارنى نازارەت قىلىش، كونترول قىلىش، تۇتۇش ۋە ئۆتكۈزۈشكە ئائىت غايەت زور سانلىق مەلۇماتلارنى قولغا چۈشۈرۈپ ئېلان قىلدى. مەزكۇر ئاخباراتقا بىرىنچى قول پاكىت سۈپىتىدە خىتاينىڭ بارلىق ئۇيغۇرلارنى دۈشمەن كۆرىدىغانلىقى، ularni yo'qotish va bostirish nishonini qildigan nazorat sistemasi to'liq o'ttirib qo'yilgan bo'lib, hozirgacha bayqalgan eng mukammal hujjatlardan biri deb qaralmoqda. Buningda qamalgan Uyg'urlarning sonining kishini qo'rqitadigan darajada ko'p ekanligi, chet elda urug' tuqqanlari bor Uyg'urlarning qattiq nazorat qilinadiganligi, masjidga kirishning jinoiy sifatida qaraldiganligi qatorliq paketlar bor.